Barchaga salom. Chala qolib ketgan obyektimizda to'g'rilagani keldik. Chalalarini qilamiz. Xo'p, bu kafel bo'pti, mana dekor plas bo'pti. Dekor plasdan keyin qo'yilishi kerak bo'lgan va narsalar bor edi. Shularni qo'ygani keldik. Mana batareyalarimizni o'rnatib olamiz. Xo'p, mana hamma narsalarimizni o'rnatib oldik. Rakovinamiz. Xo'p, mana bu tarafga kir moshin, avtomat unitazimiz va mana bu ikkita kran qo'yganmizda, to'pli pol qilingan bu yoq. To'pli pol uchun ikkita kran, bu esa shu otopleniyani to'ldirish uchun kran qo'yilgan. Polni sistema shu yerdan to'ladi. Dushimiz. Arslonni ham o'rnatib oldik. Motorimiz joylashdi. Qishloq joyiga mana sizlar uchun katyol o'tinga ham yonadi, ko'mirga ham yonadi. Xullas kalom nima topsalaringiz tiqaverasiz, ichiga yonaveradi, bezatkaz. Bu katyolimiz miyali hisoblanadi. Mana bu yerda miyasi joylashgan. Xo'p, u tokka ishlaydi. Sirkulyatsion nasos qo'yilgan, suvni aylantirib berish uchun va tent qo'yilgan 2 kilovatli o'tin solmagan paytlarda siz tokka tiqib qo'yasizlar, tenti bilan ishlayveradi. O'zi qizitib beradi tenti. Mana ko'mir solingan bunga. Bir kunga 20-25 kilo ko'mir rasxoti bor. Juda arzon tushadi va zakonli 7 xona qilingan. Xo'p, mana sizlarga men ichkarilarni ko'rsatib o'taman hozir. Xo'p, mana bu yerga batareya qo'yilgan. Bu katyolimiz ham sistemamiz samoxod deyiladi. Samotok qilingan bu. Svit gaz bo'lmagan paytlari ham o'zi ishlayveradi. Svit bo'lmasa ham o'zi faqat o'tin solib qo'ysalaringiz bo'ldi, o'zi ishlayveradi. Sirkulyatsion nasos kerak bo'lmaydi. Klipsalarimiz 35 sm ga qo'yib olganmiz. Xo'p, katyolimiz 250 kvadratga moslashtirilgan, ya'ni 7 ta xonaga moslashtirilgan. 7 ta xonaga 14 ta batareya qo'yilgan. Hamma joyda bir xil cho'tki chiroyligina qilib isitib beradi. Kimga xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab lo'ba joyga borib ustunobga qilib beramiz. Xo'p, bundan ham yaxshi videolarni kutib qolinglar. Like bosib, podpisatsiya bosib, obuna bo'lib qolinglar. Sizlarga qanaqadir maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar. Sizlarga maslahat berib olamiz. Mana yonish jarayonini ko'ryapsizlar. Juda chiroyli yonyapti.